Assalomu alaykum, Gipki kameshkozlari. Mana ro'porosa bir hafta oldin shu apparatimizni skleroz kesdik. Endi mana bunday antikvar materiallarimizni kesamiz. Mana asosiy materiallarimiz akalar. Baho berasizlar stanogimizga. Mana bu stanogimizni ishlab chiqarib bergan Lochinbek akamizga kattakon rahmat aytib qolamiz. Shu aka orqali apparatni oldik, tagiga raqamlarni yozib qo'yamiz mana. Aka, qalay ekan apparat? Apparat zo'r, xudo xolasa, Zo'rmi? ishlashiga yapi yo'q. Yaxshi. Mana. Xudo xolasa kesib ko'rsatamiz akalar. Ketdik. Ana akalar. Kesildi. Konkret mana. 32,5 9,5 materialimiz mana. O'tgan sari skleroz kesdik, bu materialimiz akalar. Materiallar kesib chiqarishni boshlaydi. Aha. Ana akalar. Makaslar bo'lsa olaveramiz, cheklanmagan miqdorda. Gipki kami.